Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qardoshlar, akalar, trekker qog'ozlariga hisob ma'lumotidan chiqib qoldim, qarang aka. Xudo xolasa 2024 Premier Plus ukam variantidan deyapti. Xo'p, bugun 7-may, haftaning kuniga chorshanba, Namangan Norinboshno bozoridan trekker Onyx aka, undan tashqari Captivalarni ham aralash qilib taqdim etaveramiz, o'tkazmasdan ko'rib boraverasiz. Tayini bitta ko'rsatib qo'ying oldi. Akalar, yana xomg'ishni singani demanglar. Xo'ba deganda akalar, zavod narxlarini xudo sindiramiz. Akam ovozini qarang. Buni ham hozir bunday bitta urib sindirardimi, to'g'risi qo'l kerak akalar. Xo'p, bog'dod ishlari 750 so'mdan zavod narxi bo'lyapti hozirgi kunda. Xo'p, xomg'ishlar 400 so'mdan bo'lib ketgan, faqat kelib olib ketish narxingiz aka bu. Agar dastlabki deydigan bo'lsangiz, vodiy bo'ylab dastlabki qilib beriladi. Kelishilgan holatda sho'rlamasligiga, uyingizga olib borib zakaz qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa sanag'iga javob beramiz. Undan tashqari xudo xolasa akalar, eng kamida 3000 ta zakaz qilaverasiz. Ekranda nomerga telefon qilib, omadli xariddan desangiz, albatta akalar, chegirma bonus qilib berishadi. Like bosib, qurilish qilayotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Aka, boshiga mana generalniy ukam chiqadi deyapti. 2024 redline qilingan, oldi ablisovka RS qo'yilibdi. Undan tashqari 4 ta yumshoq balon va aka paroylarigadir. Ay, xudo xolasa olib turib, ukam sirazi minaman degan akalarimizga 2024 28 ming probeg, rullari, sidinalari aka, polni qiziydigan, devada panoramasi va shopper sidinasi ham elektron upravleniya. Evakuator tashalgan, lekin mashina menimcha benzinda. 2024 Premier Plus kraskasi toza, gen davernislar berilar ekan va mana ortidan ham ko'rinish aka, sostenasini qarang buni. Qanaqa ekan, pastlari ham black pianosi bo'lgan. Xo'p, va mana aka aytganimdek, mashina benzinda. Endi aka 300 dollarga dollarsa bitta moshni qilib propan qo'ydirib olsangiz, hisobi chiqaveradi. Endi buni narxini kelishtirib bersangiz bo'ldi, mana aka. Xo'p, 2024 28 ming yurgan, 4 ta yumshoq balon, parok, ablisovka, redline qilingan, kraskasi toza. Ana endi aka buni narxi qiziq. Narxini necha pul so'rayapsiz? Arzon narx. Qani necha pul so'rayapsiz? Yopishtirib aytavering. Minarma odam 16600 dollardan kamini qilib beriladi. Generalniy chiqadi. 28 ming yurgan 2024 Premier Plus toza. Faqat naqdmi? Naqd. Naqd pulga. Bugun hisob bozor naqd bermadimi, sir bo'lmasa? Aytalasizmi? 16 ming. 16 ga rovnani ko'ryapti. Telefon nomer 93 494 78 77 raqamlariga murojaat qiling. Tushalmasa telegramingiz bormi? Bor. Rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerga telefon qilib, omadli xariddan deysan aka, sizdan chiqmasin. Hammamizga nasib qilsin, biz dash davom etaveramiz. Davom etaveramiz. Navbatdagi trekkerni ko'ring aka. 2021 aka. Xitoy Zbor Redline'da eng full paysalarida, to'g'rimi? Xo'p, dokumentga generalniy chiqadimi? Chiqadi. 2021 generalniy chiqadi. Oldi ablisovkalar o'zgartirilgan. Kraskasi kelsa, mana mana shu yerda o'zi qo'ldizi bo'lib turib ko'ryapsiz. Mana shu yerda ozroq petno kraska bor deyishyapti. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib olasiz. Diskalar Redline aka, 4 ta Nexon qo'yilgan ekan, o'zi tugabdi. Tonirovka ruxsati bormi? Tonirovka ruxsati bor. Va 99400 yurgan 2021 mana aka salon holati. Avtomobil kojniy salon albatta, tevada lyuklar panoramasi bor, elektron upravleniya va aka mana torpedkasining holati. Xitoy zborkani Redline paysasi. Xo'p, yoqilg'i benzin, gaz qo'yilmagan. Aka rasxod nechta endi sir bo'lmasa? 100 ga 703 benzin rasxod ko'rsatyapti deyishyapti aka. Mana bu yondan ham ko'rinishi. Generalni beraveramiz deyishdi. Hop, narxini aka kelishtirib bersangiz bo'ldi. Bitta minarma odam olib minsin. Oho, bozorga tayinlanmagan ham shekilli bu, ha? 4 ta balon qo'yish kerak ekanda, balonlari yumshoq ekan, lekin ancha tugabdi. 99400 yurgan 2021 ash kapot ichida petnosi bor. Hop, narxini necha pul deymiz endi buni? 16 ming beramiz. 16 ming dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd yapashamiz, bank ham beraveramiz. Naqd bo'ladi, bank bo'ladi. Bartergachi. Barterga ham yapashamiz. Barterga ham kelishaveramiz. Aka, telefon qilaversan, narxini arzon qilib beramiz deyishyapti, chunki akasi bilan chiqqan ekan, asosiy naqd akam hal qiladi deyapti. O'shaning uchun telefon qilib, narxni olsin, so'raverasizlar bemalol. Telefon nomer
94lik 94lik 430 430 99 99 raqamlarga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling, bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Akalar, davom etaveramiz. Yo'q ukamizga endi kunlari isib qoldi. Sal oqidan keladiganlar bo'lsa, mana aka oqini ko'ring. Tracker hop 2024 Redline, ya'ni Tracker 2 ning eng fulli, eng qimmati salon narxidagi. Xudo xolasa Redline qilingan emas. Chunki hozir ko'pchilik qivorilyapti-yu. Zavodskiy diskada 4 ta yumshoq bo'lon. Hattoki oldi aka mana barabani bor diski. Shuni ham teshi-teshiligidan qo'yilgan, ya'ni kalotga ko'p qizib ketmaydi. Tormoz ushlashlari ham mo'shni bo'ladi, kalot uzoqqa yaraydi aka. Hop, jam paroylar qo'yilgan, shuncha bo'lmagan, tonirovka qilinibdi va 67 ming probeg 2024 Redline. Mana aka, salon polni qora qizil kombinatsiyasi bilan tarpetkalari va mana hop rullariga qiziydi, polni paktronilariga bor. Ilonim bo'lmagan 3D poli tashalgan, shoper sidinasi, elektronli upravleniya bo'ladigan aka. Bay. Arqa sidinalari ham polni sida aka. Endi Redline dashdan chiqqan o'zi asli, baba aytib ketmasam bo'lmaydi. Mana ortidan ko'rinishi. 2024 Redline. Kraskasi toza. Mashina menimcha mana aka, o'ylab turuvdim o'zi benzin bo'lsa kerak edi. Chunki naryoqda dachi ko'rinmadi-da, o'shani hisobidan. Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq. Dokumentga keyin chiqadimi? Yo'q, oformit. Oformleniga. Mercedes 4 yumshoq bo'lgan, yaqinda bo'lgan, qanday ruxsatlari bor. Hop. Mo'shtamiz toza. Chista Redline 16200 o'zimizga beramiz. 16200 dollardan kamini qilib beriladi. Faqat naqdmi? Naqdga. Nasiya barter qanaqa? Barter bor, nasiyaga. Barter bo'ladi, nasiya bo'lmaydi. Telefon nomer 99 lik 020 66 66 76. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. 16200 dollardan o'tib beraman dedimi? Aka 16000 dollarga 21 Xitoy Redline dehqondan 100 ming yurganini ko'rsatganman. Video davomida ko'rasiz aka. Hisobingizda bosib oladigan joyi biz davom etaveramiz. Davom etaveramiz ukam. Bozorga Cherry Arizo 6 Pro lardan chiqayotgan bo'lsa, shulardan bitta ko'raylik degan akalarimizga qarang. Hozir ukam salondan olgandan ko'ra bozordan olsa, dorasa maza qilib minadi, katta ziyon qilmaydi deyapti. 2024 ga 25 eng fuli, ya'ni o'sha Arizoni 3 ta paysasi bo'lsa, bu 3-paysa fuli, kraska toza. Ablisovka ham yangicha ablisovka. Mana zavodskiy diska baloni. Hop, bundan tashqari mana dvornilari aka o'zi yomg'ir tushishi bilan avtomatik ishlaydi. 360 kamera, besключевой достуp, tevada lyuklariga bor va aka mana salonni qarang. Yurgani qancha? 9000 mi? Bay. 9500 probeg 2024 ga 25 Arizo 6 Pro, ya'ni eng full paysasi, salon polni ko'ja. Bu qarang aka, barlarni qarang buni. Richaylarimiz, monitorlari, undan tashqari evakor polik tashalgan. Oshtoqoy, nimasi qanaqa buni yoqilg'isi? Benzin. Mana aka, ortidan ko'rinishi. Cherry Arizo 6 Pro 1.5 turbina, 4 ta silindrli. Dokumentga generalni chiqadimi? Lipo hujjat bo'ladi. Lipo hujjat bo'ladi. Kraskasi toza. Xo'p. Ana endi mana qarang aka. Ana endi buni oshtoqo narxini ayting, narxi qiziq. Necha pul so'rayapsiz? Mana kimga yaxshi qilamiz, azob aytaveramiz, mayli. Aha, 1000 olib minsin. Tem bo'li 50 partiya ekan, keyin chiqaverar ekan. 16000 beramiz. 16000 dollarga. Oxiri. Mayli, siz omadli xariddan sizcha kelishamizmi? Ozmas mayli. Faqat naqdmi yo barter bormi? Yo'q, barter ham bor. Devo mashinaga barter bor. Bor. Aka, 12 olaman, Tracker olaman deganlarga jo'natib qo'ying aka. 16000 dollardan omadli xariddan siz do'stlar hozirgina kelishadigan joyi bor. Naqd barter bo'ladi. Telefon nomer 99 lik 495 52 82 nomerlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Salonni oling, bozordan olayman deganlarga jo'natib qo'yasiz. Bizga like bosib qo'ysangiz. 7000 dollar farq qilyapti-yu. 22000 dollar turadi ota bu. Mana aka, sizga isbot xudo xolisa. Salon bilan bozor narxida. Endi to'g'ri yili bor-u, lekin yurgani ham 9.5 ming. 9000 probegga menimcha yaxshi variant. Gap so'zi oshtoq bozoringiz bersin. Sizga shukr aka. Xo'p, salondan aka pashti 4000 dollar aka arzoniga beramiz, lekin bunga 4 ta yumshoq balon, propan gazlarga qo'yilgan. 2025 yurgani qancha dedingiz?
aka 2025 13000 probeg Kia Sonet 3-pozitsiyasi aka. Salonniki o'zi avtomat, sovutadigan bu. Xo'p, dokument qana bo'ladi aka? Оформлениyaga o'shaning nomerini yechib qo'ygan. Mana aka, holati oqidan so'raganlarga 4 ta yangida turibdi baloni. O'lgandan beri shu pashti 13000 yurgandir-da. Savlo aka, laminatsiyalari ham polni qilib qo'yganmiz deyshi. Evakor polik tashalgan, propan gazi bor. 13600 yurgan. Bay, bizga ham nasibsin ha, mana shunaqa Kia Sonetlar ham aka. O'ziga bitta odam 2 kishi bo'lib minigani vobshe qulaydi, ishga borib kelgani. Sidinasi keyin yozgi kuniga aka yana ham qulay, ya'ni faqat sovutadi. Tivada jentralyuklari bor. Hop. Va mana ortidan ko'rinishi. Arqa bagajimiz propan mashitda bo'lishi kerak. Mana aka 48. Bu 48 taliga 48 litrli propani. Hop, ana endi aka buni endi narxi qiziq. 13000 yurgan 2025 Kia Sonet 3-pozitsiyasi, ya'ni eng pullaridan 4 ta yumshoq balon, propan, sonsiz ayishda va korpolik qilingan. Narxi necha pul? 17200 sunnatiga o'zini o'tib beradi. 17200 dollardan sunnatiga o'tib beriladi aka. Agar yilini hisobga olmasa, salon narxidan 4000 dollar arzoniga deyapti. Faqat naqdmi? Naqd. Naqdga. Telefon nomer 91lik 91lik 353 97 77 raqamlariga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Bugun bozor narx bermadimi aka? Qilishda Aytalasizmi? Aytolmaysiz. Gap yo'q, bozoringiz bersin. Bizga like bosib qo'ying aka. Telefon qilib endi bir yoqtirgan savdoyingizni bering, balkim sizga beray. Endi siz savdoyingizga bog'liq. Qilaylik. Trekker nechilib beribdi? Trekkerda endi aka eng qimmati 19000 atrofi bo'lyapti-da. O'shanga mezam qo'shib bersan olib ketsin. 1000 dollar qo'shib bersin, 20000 gami. 10 dollar ham so'rashmasin faqat. Bu faqat to'kda yuradi. Gibrid bu. Gibridmi bu? 2023 mi? 24. 2024 32 ming yurgan. BYD Som Plus gibrid aka, ham benzin, ham to'kda 2-pozitsiyasi deyapti. Kraskasi qanaqa? Kraskasi ikkita kriloda, bittasi ponda bo'lgan, bittasi yuzakka, uchida petno bo'lib chiqqan. Tekshirib olaveradi. Bemalol. Gap so'z yo'q. Akalar, avtomobilni holatini ko'rib turibsiz. Bu 2-pozitsiyasi deyapti. Salonlarni ham o'zingiz baho berasiz. Agar mabodo mana shunaqa gibrid BYDlardan olib bitta minaman deb turgan akalarimiz bo'lsa, ko'rishlaringiz mumkin mana. O'zi sidinasi kojeda, nakitga ham taqilgan barlarimiz va tarp yetkazning holati. Xo'p. Yurgani qancha dedingiz? 32000 probeg, 2024 BYD Som Plus gibrid deyapti. Bu avtoelondan ham eng arzondan ham ko'rishsin, bunaqalar 23 ming, 24 ming qo'yibdilar. U gapingiz to'g'ri, gibrid jicha qimmatroq. Oxirashi. Ikkita pachka 20 mingga. Barter bormi yo'qmi? Yo'q, naqdga. Barter qilaylik-chi bo'lmasa. Tirikchilikmi axir? Yo'q, tirikchilik yo'q endi. Bo'pti, unga ham barterga ham kelishadi. Endi variant qilib bermaysiz baribir, to'g'rimi? Xo'p, telefon nomer 94lik 504 50 kraskasini ko'rsatib qo'ying qo'lingiz bilan. Yuring. Krilo ponda. Mashkrilo. Bo'ldi. Kapotda yo'q-a? Mo krilo aka polni. Motomon shopir tomon oldi krilo yarimi dedi. Aka o'zingiz uchun tekshirib oling, qolgan ma'lumotni o'zdan oling. Mana shunaqa gibrididan so'ragan akalarimiz jo'natib qo'ying. Bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Ukam hech yerdan topolmaydi bunaqa narxga deyapti. Narxini o'zidan kelishaverasizlar. Xo'p akalar, davom etaveramiz yo'q ekan bizga 10x kerak degan akalarimizga. Xo'p, 2024 10000 probega Redline pozitsiyasi, ya'ni 10x ham aka eng full pozitsiyalardan olsa, rakimga gen chiqadimi? Chiqaradi aka. Genlarni chiqadi, kraskasi toza. Tonirovka ruxsat qanaqa? Tonirovka ruxsatnomasi aka bir 10 oycha bor. Balon, bir 10 oycha tonirovka ruxsati, gap yo'q. Dokumentga gen chiqaradi-a? Chiqaradi. Xo'p, bitta generalnidan boshqa rasmot yo'q ekanda aka. Xo'p, qarang. Zamosk Redline diskaga yangi balon qo'yilgan 2024 va 12000 probeg. Ha, 24 mi? Probegchi. Probegi 12000 bo'ldi. Qancha deyapsiz? Yo'q, bu benzinmi? Bu benzin. Benzinli. Qancha deyapsiz? Va aka mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, ana endi buni kelishamiz. Jo'lay. Xo'p, narxini necha pul dedingiz? Aka pulini 15000 kami bor. 15000 dollar kam bor, 12000 yurgan, 2024 Redline pozitsiya, kraskasi toza. Toza. Xo'p, faqat naqdmi?
Barter ham bor. Naqd barter bo'ladi. Variant ham qilib beraveramiz. Variant ham berilaveradi. Bank ham qilib beraveramiz. Bugun bozor naqd berdimi? Yo'q, naqd bergan yo'q. Bugun hali bozor naqd bermadi, gap so'z yo'q. Telefon nomer. Telefon nomer 94lik 565 85 35. Ushbu nomerlarga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Yo'q ekan, bizga shu yonida turgan Equinox ham o'ta yoqib turibdi. Ustiga bir 10 ming qo'shib yuboramiz deydigan bo'lsangiz, qarang aka. Navbatdagisi 2022 mi bu? 22. Bu eng qimmat a? Eng fulli 472 millionligi. 472 millionlik Equinox, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, yurgani qancha? Bu yurgani 160 ming. Zavodskoy diskada 4 ta yumshoq yangi balon. Tayyorlik ruxsati 11 oy bor. slipoy zonalariga bor, 5 ключевой достуp va buni aka sidinasi oldi ikkitasi ham isib, ham sovutadi. Xo'p, zavodskoy rul, zavodskoy bar. Yurgani 158 ming probeg. 158 ming. 2022. 22. Benzin holatda. Pataloylar полный avtotikan, evakor polik, 11 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Shumka va mana aka ortidan ko'rinishi. Aha. Ana endi buni narxini aytavering, mashina benzinda deyapsiz. Necha pul so'rayapsiz? Buni narxini aka 23 ming deyapmiz. Kami bor. Kami bor. Faqat naqd pulmi? Bu ham varianti ham berilaveradi. Gap yo'q. Telefon nomer. 94lik Aha. 565 85 35. Raqamlariga murojaat qilib, qolgan batafsil aniq ma'lumot o'zida oling, albatta aka. Qo'ysiz-chi aka? 22 ming dollarga. Hurmatli vatandoshlar, muqaram ukam, hozir endi men qancha ziyon qilay deyapti. Aka, bitta narxi balandroq tushib bering desam. 22 ming dollarga 2 yil oldin o'zi olgan ekan. 2013-yil Captiva 3 motor. Kraskasi qanaqa? Top toza. Kraskalari toza. Bamperda ham yo'q. Bamperlargadir original holatda. 4 ta yangi balon. Generalni chiqadimi? Beraman. Yurgani qancha buni? 180 ming bo'ldi. 180 ming probeg, 2013 Captiva 3, hurmatli vatandoshlar. Kraskalari toza aka. Hozir aytdim, Mana aka. Balonlarning ham holati. Hop, shumka bo'lmagan va avtomobilning salonni ko'ring. Yoqilg'isi nima buni? Mashinadan jim. Yana bitta buni plus tomonini aytadi. Ha. Hamma pakelenlar 20% benzin qo'shadi. Xo'p. Bu 100% propanda, 100% benzinda yuradi. Pakelena. Qo'yadi, qo'shib olmaydi hali Yo'q, qiynalgan qo'shmaydi paytda. umuman. Xo'p. Mana aka, tarpetkalar ham holati. darajada qilib zo'r qilgan. Yo'lim bo'lmagan rezinga tashalgan. Yoqilg'isi propan. Propan pakelena. 2013-yil. 2013-yil. Bay. Aka, hozir endi buni necha pul deysiz endi? Javob berakamiz aslangiz. Aka, lekin mashina tiniq turibdi-yu, endi baribir. 3 motor, Mana aka. Setkalargacha tiyilmagan. propan gazi. Mana. Mana aka dam kiradi va 7-o'rinda. Litiskilar aka. Gap so'zi yo'q, xo'p. Narxini ayting aka. Narxini 13900 dollar. 13900 dollardan kamini qilib berasiz. Beraman. Xo'p, 2013-yil 3 motor, kraskasi toza, propani bor, 4 ta yumshoq baloni, generalni chiqadi. Faqat naqdmi? Libo varianti ham kelishadi. Libo variantga kelsa bo'ladi, xudo Faqat olaman bank desa. bo'lsa bo'ldi. Bankdan tashqarisi kelishaveramiz, xudosi. Nesiyaga ham, barterga. Xo'p, telefon nomer 94lik 94lik 504 504 50 50 raqamlariga murojaat qiling. Vaqtida 22 ming dollarga olinganda 13500 dollar deyishyapti. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishasiz. Endi olingan paytda hisob bo'lmaydi. Hozir vaziyatga qarab gazini bosaverasiz aka. Bizga like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Mana bu tomonda aka shokolad chokka rangda 2017 ham turibdi. 136 ming yurgan. Toza 15500 dollarga aka mana. 2 turli motor. 2017 136 ming yurgan, 4 ta yumshoq baloni. Mana aka, salonlarni yengil ko'ring holatini. Narxi 15500 dollar so'ralyapti ekan. Qani? Aka turaversin, propan gazlari bor, 7-o'rindiqlari ham turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oshta g'orning charchamasizmi? Yo'q, kinda faqat. Xo'p. Ha, bo'ldi, xo'p. Ana endi telefon nomeri desalar, mana telefon nomeri 94lik 504 50 50 raqamlariga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotni o'zini oling. Biz darsda davom etaveramiz.